Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli fermer klasterlar. Bizlar 12 may sanasida 2026-yil Urganch tumanida joylashgan Jumanas Otaxon bog'bon fermer xo'jaligiga qarashli 50 gektarlik g'o'za maydoniga kompaniyamiz tomonidan keltirilgan Ridon Extra preparatini gektarga sarf miqdori 3 kg qo'llaganmiz. Ko'rib turganingizdek, natijasini ko'ring. Bu yerga asosiy Xitoyning 1402 navi ekilganida Otaxon, 14.2. 3 kunlik natijasi bu. Ko'rganlaringizdek. Chidamlidir. Glifosat chidamli. Nima uchun? Hurmatli fermer klasterlarimizga tavsiya qilamiz. Albatta, Ridon Extra preparatini gektarga sarf miqdori 3 kg dan qo'llashni. Otaxon, fikrlaringiz kompaniyamiz tomonidan. Shu preparatni ishlatib ko'rdik bu natijasini ko'rib turganingizdek yaxshi. Hech qanday paxtaga, g'o'zaga ta'sir qilgan emas. Hech qanday o'zgarish bo'lgan emas. Qanday rivojlanish yaxshi bo'lsa, shundan rivojlanib turibdi. Lekin begonotlar hammasi qirilgan. 100% hammasini nazorat etgan, 100% ham berdi qarang. Bundan 3 kun burun beri kelib qarasangiz, ko'm-ko'k bo'lib turadi bu dala. Hozir sap-sari bo'lib o'zi allaqachon tamom bo'lgan. 3 kunlik natijasi bor. Bu 7-10 kun davomida to'liq nazorat etadi buni begonotlarni. Xudo xolasa barcha fermerlarimizga Ridon Extra preparatini qo'llashni tavsiya qilamiz.